Realda haqiqiy xaos boshlandi. Madrid futbol klubining kiyinish xonasi ikki bo'lib ketdi va bu ulkan skandal bilan hid bermoqda. Kylian Mbappening onasi va agenti Faiza Lamari o'yinni qo'liga oldi. Insiderlar xabar berishicha, u Florentino Perezga qattiq ultimatum qo'ydi. Shart bitta: yo Vinicius klubni tark etadi, yo buni Mbappe qiladi. Kylian o'zini braziliyalik tomonidan sotilgandek his qilmoqda va jamoa unga qarshi o'ynayapti deb da'vo qilmoqda. Madriddagi ikkita qirolga bir joy tor bo'lib qoldi. Perezga tanlash kerak bo'ladi: so'nggi yillarning bosh yulduzi yoki u tujuh yil davomida ortidan quvgan loyiha. Xo'sh, siz kimning tomonisiz? Izohda yozing: Mbappe yoki Vinicius? Bu guruhda kim ortiqcha? Madriddagi ikkita qirolga bir joy tor bo'lib qoldi. Perezga tanlash kerak bo'ladi: so'nggi yillarning bosh yulduzi yoki